Xitay hozirgi zamonga kelguncha shu Xitoy Jumhur Xalq Jumhuriyati kommunistlarning qurgan shu davlat qurib hozirgi shu territoriyaga mayli ishg'oliyat ostidagi Sharq Turkiston bo'lsin, Tibet bo'lsin, shularga hukmdorlik, zulm hukmdorligini yurgizayotgan bugungacha Xitoyda tarix ikkiga bo'lindi. Ikki xil tarix bor. Bu ochiq oshkora. Yana Zhengshi deydi. Rasmiy tarix deydi. Bu rasmiy tarix degan nima deganda hukumat tuzib chiqqan tarix. Yana hokimiyat tutqichilar tuzib chiqqan tarix. Yoki podshoninki tuzib chiqqan buyrug'i bilan tuzib chiqilgan tarix. Yana bir xil tarix bu shaxslarning yezib qoldirgan tarixi. Buni Xitoylar yeshi deydi. Yana o'likcha tarjima qilsak, yovvoyi tarix. Yana bu rasmiy tarixga kirmaydi. Chunki bu yovvoyi tarix yoki g'ayri rasmiy tarix degani bular shaxslarning yozgan. Shaxslar o'zining ko'rganini, anglag'anini yozib mangdi. Ammo rasmiy tarix degani hukumat, amaldor, podshoning buyruqlari bilan yozildi. Xan sulolasidan tortib Xitoyninki har bir sulolasi, masalan Xan sulolasi Chin, yana uning oldidagi tarixni hammani qaytadan o'rdining buyrug'i bilan, yana podshoninki, imperatorning, Xitoy imperatorining buyrug'i bilan butun uning oldidagi tarixlarni hammani tuzitish kirgizgan deydi. Tuzatgan deydi. Tuzatgan degan nima deganda o'ziga yaramaydigan, o'zininki ideologiyasiga singmaydigan, yana Xitoy shu vaqtdagi shu hokimiyatninki madhiyalashga ta'sir ko'rsatadigan, salbiy ta'sir bo'ladigan bu tarixlarni hammani o'chirib etib, o'zini shu oldingi, garchi u oldingi hokimiyatni qonliq bilan o'rayotgan bo'lsa-mu, o'zininki hokimiyatini shu hokimiyatga ulab, o'zini shu hokimiyatning podsholari bilan bir xil tutishi bog'lig'ini, mayli qon jihatdan yoki boshqa ruhiy jihatdan ulug'lab, o'zini ham uning oldidagi o'zi o'rayotgan hokimiyatni madhiyalaydi. Ham o'zining hokimiyati bilan birlashtiradi. Shuningdan tortib ta Manchungacha bu xil hokimiyat, yangi hokimiyat chiqqandan keyin o'zi o'rayotgan oldingi hokimiyatning tarixini qaytadan yozish. Masalan, Manchunninkini Xitoy tarixchilari, Xitoy ziyolilari azroq bir azroq raskab qilay deganlari deydi, Manchun vaqtida eng cho'ng shu yeziqchilikdagi zulm, bostirilish, yana vanziyi deydi. Qalam tufaylidan turmaga begunoh yotgan Xitoy ziyolilari anjiq. Nima uchun degan vaqtida Manchun Xitoylarni bo'ysundirish uchun ipogan butun zo'ravonliklarni, hammani, ashularni, yozganlarni hammani yo'qotib atgan. Ular turmaga so'ligan, keyinda undan keyin Manchun xonadonligining buyrug'i bilan Xitoy tarixini qaytadan tuzib chiqqan. Kendi Gomindan qilib baqdi, ammo ulgurolmadi. Gongsandan hozirgacha Manchun tarixini tehi bir 2-3 yilning oldida qaytadan tuzab chiqqan Manchun tarixini Xi Jinping uni muvofiq emas deb nashr qilishning oldida to'xtatib atdi. Demak, Xitoy tarixi mushu yaqinqi tarixini hukumat rasmiy tarix deb chiqarolmayotdi. Shaxsiylarning yozg'ini bor, hamda yaqinqi zamonda bo'lgandan keyin jiqib qolgan yaxshi yeri. Ammo lekin bu yerda mening demoqchi bo'lganim nima deganda, Xitoyning bu hukumat tarafdan nashr qilinib chiqarilgan har qanday tarix kitobiga gumon bilan qarash kerak, hech qanday vaqtida ishongani bo'lmaydi. Bu tarixning hammasi burilmagan,
burulmilgan, to'qilgan, shuning ustiga qurilgan. Shuning uchun chet elliklarmi jiqi buning ishini tadqiq qilib boradi, ammo hammasi mana degan vaqtida uli yaxshi emas. Endi bu yerda Xitoyning bu hukumat tuzgan rasmiy tarixga alohida Xitoy ziyolilarida bir xil cho'qinish bor. Xitoylar mana degan vaqtida e'tiqodi yo'q deymiz, bular tarixni e'tiqod deb qaraydi. Shuningga Liu Shaoqi 59-60-61'deki açıqçılıq bo'lgan vaqtida Mao Zedong qarshi chiqqan vaqtida ismimiz tarix daftarida qolib qoladi deb Mao Zedongni qo'rqatmoqchi bo'lgan. Agar bizda bo'lsa, e'tiqodi va millatlarda bo'lsa, yaratquchining jazosiga uchraysa, qog'ishiga ketsa, xalqning u dunyoga borsang do'zaxga kirsa deb manda qo'rqitimiz odamlarni. Zulüm qilsang, xatolik qilsang, gunoh o'tkazsang, do'zaxga kirsa deymiz. Mayli xristian dini bo'lsin, yahudi dini bo'lsin, hammasida bir surishtirgan igi bor deydi. Ammo Xitoylarda tarixning betiga kirsa deydi. Shuning uchun Xitoy xalqlari, puhralari o tarixning betiga kirolmaydi. Shuning uchun Xitoyda ta bugungacha bu millatda vahshiy zo'ravonlik xalqning orasiga shunda singib ketgan, bir-birini har xil usullar bilan o'rikolab, bir-birini chiqib, bir-birini o'ltirib, yeb qila oladi. Masalan, shu atalmış açıqçılıq degan 59 60-61'deki nima tabiiy ofat açıqçılıq degan shu yildagi açıqçılıqda Xitoylar ballarını almashtirib yelalgan shu puhralari, saralardagi. Bu demak nima uchun bunday qila oladi deganda e'tiqod yo'q. Bular faqat tarixning daftariga kirib kelishidan, betiga kirib kelishidan qo'rqadi. Ammo o tarixning betiga hammadan kiramdi desa, Xitoyninki hozirgacha 24 tarix dasturi bor. Har bir sulosiga biri bo'lsa, bu 24'ninkiga kimlar kirdi desa, podshoh kirdi, o'rdadagilar kirdi. O bulun pushqoqdagi, tog'ishdagi, saradagi o dehqon Xitoyning ismi kiramda kirmaydi. Shuning ular hech kimdan qo'rqmaydi. Yamanaga kelsa o'zining xotin bolalarini mant etamdi bilimlar qilib yeyaverdi. Onunga zulm salalaydi. Qo'shnisiga zulm salalaydi. Shuning bu mana degan vaqtida Xitoy madaniyatidagi chiriklik, Xitoy madaniyatidagi buzuqlik, buni Xitoylar bir yengilmag'icha bu millat insoniyatninki hozirgi zamon madaniyatiga hech qachon yaqinmi kelolmaydi deb qarayman. Shuningga Uyg'urlar bu Xitoyning tarixini tadqiq qilgan vaqtida Xitoylar bilan qarab turib, madaniyati bilan, oq ko'rinishi bilan qarab turib, bu qanday bo'lib Xitoyda ikki xil tarix bo'ladi. Bu masalalarni qarab turib, analiz qilsa, uningdan keyin to'g'ri bo'ldi. Masalan, buningga selishtirsak, Amerikada hukumatninki Amerikalar emas, g'arb dunyosida yoki butun Xitoydan boshqa hech qanday bir millatda hukumatning rasmiy tarixi, uningdan boshqa yovvoyi tarix deydigan bunda ikkiga bo'linadigan tarix bo'lmaydi. G'arbninkida mayli shu Yunonistondan eng dastlabki Tacitu, Cicero deganlarni tartib yozilgan kitoblar, masalan, musulmon dunyosida mayli Ibn Khaldun bo'lsin, ya uning oldidagi Tabari deymiz, Rashidin deymiz, bu tarixchilarning hammasi shaxsiy yozgan. Albatta bularning ba'zilari bor ordenninki yordamiga olgan, ammo lekin ular ordenning buyrug'i bilan tarix tuzmaydi. Ular o'zininkini qoldirdi, oldingisini tuzmaydi. Bu Xitoy bilan dunyodagi madaniyatlik millatlarning farqi. Rahmat.